Xudo xolasa opa, siz Toshkentdan kelgan ekansiz a? Poliartrit 2-3 darajasi bilan kelgan ekansiz. Butun bo'g'im og'riqlari. Qanaqa o'zgarishlarga erishdingiz? Kelganimda вообще pelani ham ushlolmasdim-da. Вообще bitta choynak ko'tara olmasdim. Mana Xudo xolasa 3-anaqaga keldim. Qo'llaringizda ham og'riqlar kuchligida. Kuchli, qo'llarimda og'riq. Hozir qancha foizga natijaga erishdik? 90-100% erishdim. 90% ga degana? Ozgina 4-kursga kelsam Xudo xolasa. Ikkala tizza og'riqlaringizdachi? O'zgarishlar. Og'rir edi, o'tirib tura olmasdim. Hozir вообще og'riqlar yo'q. Hozir tizzadagi og'riqlardan o'zi 100% qutulib bo'ldingiz. Yaxshi. O'tirib turishlaringizda yaxshimi o'zgarishlaringiz? Bemalol o'tirib turaman hozir. Yaxshi. Oshqozon og'riqlarimizchi? Oshqozon og'riqim yo'q. U ham yo'qali bo'ldi. Bezovtagachilik yo'q. Xo'p, jensiy shamollashlar bor ekan, unda o'zgarishlar qanday bo'ldi? Hamma kasalim yaxshi bo'ldi jensiy tarafdan. Bel og'rig'i ham, bo'yin og'riqlari ham, oyoq qo'l uvishlarimız. Allohga shukr, yaxshi hammasi. Siz haliga oldin meditsinada ko'proq davolangandingiz a? Voy, tashmiga ko'rinardim o'zim. Borardim 15 kun, 20 kun. Shu gormonlar ham olardim. Shu gormonni kuchi ketgandan keyin yana og'riqlar boshlanardi. Ukol dori sizga qanaqa minuslar keltirib chiqardi? Oyog'imga toshmalar chiqdi. Jigarga ham kuchli nagruzkalar berganda, to'g'rimi? Shuning uchun oyoqlarda ham toshmalar paydo bo'lishni boshlaydi sizda. Sizgacha qizil toshmalar bor edi. Hozir yo'q toshmalar. U toshmalaringiz ham yaxshilanib ketdi, xudo xolasa. Kelgan paytingizda haqiqatan qizarib yotardi oyoqlaringiz. Toshmalar toshib, shundaymi? Yaxshi, xursandmisiz opa? Hamma yog'im yaxshi, Allohga shukr. Mana shu doktorga borib yurganlarni bu yoqqa tavsiya qilaman. Meni ko'rib, ishonib, bilib, hamma yog'im sog'lom, Allohga shukr. Sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. O'zingiz vaqtiga sog' bo'ling. Rahmat opa, rahmat. Salomat bo'linglar, Alloh shifo bersin, sog'ayib ketinglar. Rahmat sizga.